Ben 87 ming oling bering keting. Rozi bo'lsangiz bering aka. Bo'lmasa uni mayda chuyda qildim. Men juda yopishtirib so'rab qo'ydim. Tursa tur. Zaksga chiqadi. Zaksga chiqa turgan qilish kerak qisqasi. Qisqasi shunda bo'lsa. Zaksga chiq. Sotasizlarmi? Ne qilasiz endi? Assalomu alaykum hurmatli Moskva Qirg'iziston kanalining ko'ruvchilari, avtosuyuvchilar. Bugun biz sizlarga daha bir kezekdagi Matiz ulgusundagi gunohni ko'rgazmoqchimiz. Agar buni jaqqan bo'lsa, hozir olib ketamiz. Sodanın yürüyüşünü sizlerge çağıldır ko'rgazmoqchiman. Andaqdan bizden alыстабай turыңыздар. Туғандар, машинаны өзбек туғаны сатып жатқан, Қырғызстандық өзбек. Sizlerге жүргізіп дағы қимылдатқыш жағын көргіземіз. Manalar damashib qo'yman, bichovandan, hammasi qo'yib. Siz o'zingiz almashtirib ko'rdingizmi? Bu almashtirib ko'rganim yo'q endi. Oladigan, men bilmayman. Men o'zim kiyamman. Bu turishda qo'ygan. Motorga yo'g'indi, motorni to'g'rilashdan qo'yadi. Bunu alıştırıp koysalar bu to'xtab qoladi. Alıştırıp koysalar bo'ldi. Motorda kuzovdan nimasi yo'q. Buni hozir bossamiz, ishlaydi komda. Mashinada mana bo'ldi. Altı so'mga berishni men istamayman. Hozir 600 so'm. 600. Maşinamızga bir 80 bin versek qanday olur? Azroq bo'ladimi? Uni qanaqa qo'yib qo'ysam aka 80 minglik mashinalarni ko'ringlar. Men ham ko'ryapman. Sizlar ham bozor buyursizlar-da. Yo'q, onu qo'yib qo'yyapti. Qo'yib qo'yyapti. 80 minglik mashina bilan buni ancha farqi bor. 65 mingdan qo'yib qo'yibdi. Buni boya sotildi. Gap yo'q. Shunday mashina qo'yib qo'yibdi. 65 mingga shunaqa mashina bo'lmaydi. Yo'q, shunaqa biz ko'rib ketdik. Bilmayman. Yo'q, shunday ekan. Nima dedi biroq? 8 ming ограниченияsi bor. Qarz bor ekan. Qarz bor ekan. Bitta narsa. 8 ming qarz bor ekan. Mana hadavoy narsalarda pul yog'sa bo'ladi aka. Mana kuzovga pul yog'sa bo'lmaydi aka. Mana eshiklarda pulga beradi-da. Chilib qo'yganini nimaga olyapti aka endi siz? Yo'q, chiyilgan detallar misol nol, boyaq eshik, har bir detal o'zimiz kuzish ekan, kraskaga Har birinde bor ekan. Endi aka buni toza yeri yo'q ekan, o'zingiz ko'rdingiz. Yo'q aka mana o eshik. Siz mashina qachon qo'ydingiz buni? Avito qachon qo'ydingiz? Bir hafta bo'ldi. Avitoga qo'ymadim men. Avtoruga qo'ydim aka. Avtoruga. Bekarga qo'yar ekan, ashinga qo'ydim aka. Yo'q, avitoga bekar qo'yib, teploga qo'yib. Bekar. Yo'q, 1000 so'm ekan, men qo'yaman dedim. 1000 so'mga qo'yaman degan ekan, avtoruga qo'ydim. Bekariga. Har bir detalini kraskalasang ketib qoladi-da. Detal bamper almashtirarsiz. Vol qarang. To'xtab turing siz. Bamperni almashtirish kerak. Hop, bamper, orqa eshik, berki krıllarni tegizlatish kerak. Qaysi krıllar aka? Ha? Yo'q, buni siz aytishni chiqarsiz aka, nima qilasiz? Mashinani tegiz qilib minamiz-da. Bizim o minchiga mashinalarni ko'rdingiz-ku, o'shunda ol minch kerak-da bunga. Qo'y berishi bilan 1000 so'm, 2000 bo'ldi. Qo'y berishi. Bekarga qo'yib turadimi? Misal 3-4 bolt bilan qatiriladi narsa. Yo'q, endi uni siz uchun shunda hozir servisga borib kapot olsangiz 1000 so'm turadi. Siz o'zingiz kiyangiz bor ekan, kiyangizni tuzatyapsizmi ustava?
Yo'q, o'zim to'g'rilayman. Buzilib qolsa, hadovoylarni bolalar qilishadi aka. Qayerda bolalar qilishadi, o'sha bolalar qilib bersin. Endi sizga ham qilib bersinlar. Moskvaga bola chaqa bo'lib qolgandek kelgan. Bali, o'zingizni noqulingizga Akam mashinasini qilib beraman deb kelmagan Moskvaga. siz o'zingizni noqulingizda aytib tursiz, 600 so'mga bu bo'ladi, 150 so'mga bu bo'ladi deb. Va bu balonlari nima? Komplekt Mana to'rov bir xil. yo'q, yana komplekt ham bormi? Yo'q, komplekt berilmaydi. Komplekt berilmaydi. Balonlari shu. Yo'q, jonli. Ona kirlada ham bor ekan, jinday. Bor ekan. Nima eshikda bor ekan, bu eshikda bor ekan. Bu eshikda bor ekan. Toza jeri yo'q, endi kuzib toza o'taydi. Yo'q, aka. Siz to'sizda qattiq Keling, yana bitta so'rayman. Bo'ldi. 85 ga bitadimi? Aka bunday qilamiz. Oxirgi narxim 90 ming oldim. 90 ming bermayman, 87 ming oling, bering, keting. Rozi bo'lsangiz bering aka. Bo'lmasa Buni mayda chuyda qilib men juda yopishtirib so'rab qo'ydim. Tursa turaveradi. Bitta ham detalingiz toza emas ekanda. Bitta detalingiz ham toza emas. Ana shunda o'sha 5 mingni biz buga chaqtaymiz-da. Boshqalarimiz yo'q. O'shanda ham hozir tur yo'q. Hozir jet kirib qo'ydi. Budan oshiq. Bersangiz hozir o'shanda 600 so'm onani almashtirsak, siz aytganday tur otingiz kim? Qudratullo. Qudratullo. Uni ham almashtirsak tur bo'lmay qolsa yana qo'yamiz-da. Yo'q, xudo xolasa ashim bilan to'g'ri bo'ladi aka. Xudo xolasa ashim bilan to'g'ri bo'ladi. Ashim bilan zo'r bo'ladi. Onu almashtirib berasan? Almashtirib berasan. Yo'q, bunaqa bu desanglar yo'q. Bunaqaga Yo'q. Biz o'zingiz olib beraylik. Almashtirib berasizlar. Yaxshi bo'lib ketsa shuni men yaxshi. Yo'q, men almashtirib olasizlar. Men hozir Yo'q, biz zapchastni olib kelaylik. Ha. Siz usta ekansiz. Yo'q, men u bo'ynimga olmayman unaqa. Borib almashtirib olasizlar. Ikkita shurub men almashtirib qo'ysam. Bo'ldi, unaqa almashtirib qo'yadi. Lekin Yo'q, agar o'shadan bu toshdan o'shadan bo'lsa olib kelaylik. Motordan bo'lmaydi, brat, u motordan bo'lmaydi-da. Bo'pti, men uni zapchastni olib kelib berayin. Siz ikkita shurub men turib qo'ying. Ha? Siz aytganday o'shadan bo'lsa tuzalib ketadi. Albatta, aka. Boshqa narsadan emas-da. Bo'ldi aka. O'shani tiqib qo'yamiz. Qayerda sotgandan bilar ekansiz. Biz mana Devoda sotadi. Devo. 16 parkida. Yo'q, mana 13-parkida sotadi. 13-parkda qayerda? Devo? O podvalda. Biz o'sha yerda yashab bilmaymiz. Hozir ochiqmi yo yopib qo'ydimi? Hozir bilmayman. Hozir soat 9dan o'tdi, jovuldi, bor yo'qcha. 10 bo'ldi. Bunday qilamiz aka. Men ana uni zo'r qilib qo'yaman, shu qirilmaganini. Tek ishlaydigan qilib qo'yaman sizga. 87 mingni berasizlar, shunlarni almashtirib qo'yaman o'zim. Siz olib yurmang. Men o'zim almashtirib qo'yaman. Ashni pulga olib turib, siz bunday qiling, o'shaga men 1000 so'm qo'shaylik. Siz qirillaganini to'xtatib qo'ying, yaxshi. 86 beraman. Yo'q. Siz o'shanda 600 so'mga siz olsangiz, 400 so'mga xizmatingizni almashtirib o'tasiz. To'g'rimi? Bo'ldi. Qirillagan yo'q bo'ladi. Bor. Qirillagan tekis bo'ladi. Ammo hozir menga 2000 so'm zakat berib qo'yasizlar, ertaga almashtirib qo'ygandan keyin mashinani kelib olib ketasizlar. Sizlarga chiroyli qilib beradi. Nimani 2000 ni bergandan keyin undan sizni qayerdan topib olaman masalan? Men 2000 ga qolib qoladigan bo'lamasman. Men mana shu domda yashayman, mana shu qirg'inchi domda. Men nomerimni yozib olasiz. Ammo 5 park qo'yilgan yashayman, 40-domda. Endi bu yog'i uni bilmayman. Siz propisan yashamaysiz bu yerda. Yo'q, bo'ldi gap yo'q. Men ishonsangiz deyapman. Ishonmasangiz beraman aka. 2000 ga nima qiladigan bo'lamasman. Ertaga qaysi molda kelaylik unda? Ertaga
bitta menda mana shu 12 larga kelsanglar, xudo olsa, birlarga tayyor qilib qo'yaman, dirillamaydi. Nima qilaman? Dağım neler var mı koşup götürüyor? Hiç bo'ladi, mana shu bo'yicha. Siz ne iş kılasiz bir yerde? Men ishdan ish qilaman. Meni Ustoz. garajim bor edi, garajim yopilib qoldi hozir. Garajimni qimmat so'rab qo'ydi. Oyiga 15 ming pul to'lardim. Hozir 20 ming so'rayapti. Ha, menga 20 ming kerak emas deb turib, hozir garaj topshirib qo'yganman. 20-chislowgacha edi garajim. To'g'risi o narxini oshirib olgan edi. Men turibmiz hozir bekorchilik, endi mashinani sotyapmiz. Garaj topgunimizcha bekanmiz. Garaj topsa, yana garaj topib ish qilamiz. Hazır onda siz özünüz kuzovchi ekansiz, biletgansiz onda. Ha, bilaman, bilasizmi bu ishni. Bunu yasash kerak endi. Hayır, yasashga nimasini yasatasiz aka? Onu orqasini ochganda nimasin Ha. boyag'i zapaska balon turibdi. O'sha yerni buni kraskadan sepib chiroyli qilish kerak. Kraskasini sevib qo'ysa, nasıl kraska sevib qo'ysa, ishlaydimi shunda zaksga chiqadi qo'yadi, chiroyli. Zaksga chiqadi. Zaksga chiqa turgan qilish kerak qisqasi. Qisqasi shunda o'sha. Zaksga chiqa. Sotasizlarmi sizlar? Ana ne qilasiz endi? Orqasini sevib berib qo'yish kerakmi ishqalab? Yo'q, boyag'i garajim yo'qda aka, men. Ochsangiz, ochsangiz bundan. Yo'q, mening garajim yo'q, hozir buni Ya sevib bu, bergan. ya bu içinde ham qilaverasiz ochib olib. Yo'q, mana shu balonchini sevib bersam Ha, bo'ladimi balonchi. mashinani? Ha, balonchi. Hozir bundan pul uchun nima qilish kerak? Buni ham Yo'q, ayting. bichogini almashtirish kerak bu. Bunani bichogimi? Bichogini almashtirish kerak. Mo tushmayapti, aka, mo kalib tushmayapti. Mana o bichog. Buni almashtirish kerak. Mana onisini endi almashtirib qo'yish kerak. Bu qayerdan chiqqan bu? Bu mana yerda aka. Mana yerda turadi. Bu eshitib qayerga ketdingizmi yo'q? Yüçeğini almıştır, bunu açıpsız da siz tüzetaman da. Ha? Tüzetaman da açıpsız da buna. Almashtirib qo'yaman deb ochdi. Yo'q, siz hozir ochib bering deganingizga ochdim-da buni. Ha, açıp verin deganingizda. Buni almashtirmayli qo'yish kerak Usmon aka. Biz ham shu bo'yicha keyin olgan odam. Sizlar o'shqab ketasizlarmi? Yo'q, shu. Buni bitta ishxonada turib sepib berish kerak. Ha, bitta sepas, sen ham qorasidan olib turib bunaqa sepasiz. Bu balonchida sepib beraman men. Ha, balonchida. Meni kompressorim garajimda-da, u garajim Balonchik bilan sepib berasiz. bo'ldi aka. Balonchi bilan o'rab turib sepib berish kerak bo'lsa, aka. Bunu balonchik bilan sepib berasiz. O kraskasi ham olma bilasizmi? Bu grammi 350 so'mdan chiqadi. Mosvetga podbor qilish kerakmi yo ko'k qilib qo'yish kerakmi? Endi shunga o'xshashroq balonchik olasizda sepib qo'yasizda. O'zingizga o'xshamasa ham, jinda ochganda приятныйroq ko'rinish kerak. Bunga ham qop-qora kraska. Qop-qora. Ha? Onu kraskalaysiz. Ha. Moni yopib qo'yaman pistonda. Ha? Onu yaxshi yo'q. Buni onda almashtirib bayla qo'yasizmi? Ipasini. Almashtirmaylagan. O'zi olgan odam almashtiradi. O'shanda boyag'ini almashtirsangiz tortishi ham malginda o'qiladi. Tortishi ham to'g'risi yaxshi. Ha, onda yozing onda. Ertaga nima olasiz? Ertaga raketnitsani uni drillaydigan qilaman. Moni balonchik, monga ko'k balonchik chiqartiraman. Mosvetiga 500 so'mga chiqaradi balonchikka aka. 500 so'm bo'ladi. Mosvetiga chiqartiraman endi men. Unoningiz 300 so'm bo'ladi uni. Qora balonchik. O qorala setishasiz. Qorami? Qora ham 300 so'mda yetadi aka balonchik. O'shanda dog' qora qayerda qoladi? Udan oshadi Qora endi bo'ldi. Qora oshadi, men o'zingizga solib qo'yaman. Yo'q. Siz olsa qora yerini toptirib da sepib qo'yavering, qayerga sepasiz? Yo'q, qora yeri. Qora yeri qayerda bor qora yeri? Qora yeri yo'q. Onların qora yeri yo'qmi bu? Nimachi? Balonlarni sepib qo'ysangiz. Ha, balonlar o'z qopqo'ydi. Bu boyag'i svetdan chiqarsangiz deng. Ha. O'shanda bunalarga ham sepib qo'ysa bo'lar ekanda. Mollarga tegizib qo'ysa bo'laveradi. Tegizib qo'ysa. Ular nimada aka? Bir 3 marta, 4 marta quritib sep tegizmasangiz bunda.
ular rastlaritini ko'proq qo'shib qo'yishadi-da. Ko'proq qo'shib qo'yishadi. 3 marta quritib, mana qilib tamponlash kerak uni. Misol, nolaring surkab qo'ysam bo'ladi. Nimaga aytib surkamaymiz? Aka do'stlar, bu mashina alındı buyursa. Videonun chidab payog'ina cheyin ko'rganingizlarga cho'ng rahmat. Buyursa satqanini da ko'rgazamiz sizlarga.